bugun gaplashadigan mavzu juda muhim. 1 million so'mgacha to'lovlar va yo'qligi uchun cashback mexanizmi. Bu ma'lumot faqat haydovchilar yoki faqat kam ta'minlangan oilalarga emas, deyarli har bir xonadonga aloqador bo'lishi mumkin. Chunki yo'qligi narxi oshsa, faqat avtomobil egasi qiynalmaydi. Oziq-ovqat, yo'l haqi yetkazib berish, xizmatlar narxiga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun men bugun bu yangi to'lovlar nimani anglatishini, kimlar undan foydalanishi mumkinligini, qayerda ehtiyot bo'lish kerakligini va oddiy fuqaro hozir nima qilishi kerakligini tushunarli qilib aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nozik jihatlar bor. Kimdir pul olishi mumkin, lekin hujjatdagi bitta xato sababli rad javobi olishi ehtimoli bor. Kimdir esa cashback bor deb o'ylab aslida unga tushmasligi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday moliyaviy yangiliklarni men oddiy tilda keraksiz murakkabliksiz tushuntirib boraman. Avval ko'pchilik davlat tomonidan beriladigan to'lovlar yoki kompensatsiyalar haqida faqat mahalla hokimlik, ijtimoiy himoya organlari yoki tanish bilish orqali eshitardi. Kimdir temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari orqali yordam olgan. Kim desa haqli bo'lsa ham ariza topshirishni bilmagan. Yo'qligi masalasida esa vaziyat yanada murakkab edi. Narx o'zgarishi bo'lsa, odamlarga bevosita pul qaytishi kam uchraydigan mexanizm edi. Odatda narx oshsa, fuqarolar bunga moslashishga majbur bo'lardi. Endi gap shundaki, yangi e'lon qilingan to'lovlar orqali aholining ayrim qatlamlariga aniqroq, manzilli va raqamlashtirilgan yordam berish ko'zda tutilmoqda. Ya'ni davlat yordamini hammaga bir xil tarqatishdan ko'ra ehtiyojmand, daromadi past, transport xarajati yuqori yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni aniqlab, ularga qo'llab-quvvatlash choralarini yetkazishga harakat qilmoqda. 1 million so'mgacha bo'lgan to'lov deganda ham hamma odam birdaniga aynan 5 million so'm oladi degan xulosa chiqarmaslik kerak. Bu maksimal miqdor bo'lishi mumkin. Ya'ni oilaning holati, toifasi, a'zolar soni, daromadi, ijtimoiy ro'yxatda turishi yoki boshqa mezonlarga qarab miqdor farqlanishi ehtimoli bor. Yo'qligi cashback masalasida ham shuni tushunish kerak. Cashback bu narxni to'liq arzonlashtirish emas. Cashback degani siz ma'lum tartibda xarid qilasiz, keyin xarajatning bir qismi sizga qaytariladi. Masalan, bank kartasi orqali to'lov qilinganda, maxsus ilovada ro'yxatdan o'tilganda yoki ma'lum turdagi yo'qligi quyish shoxobchalarida xarid qilinganda qaytarilishi mumkin. Lekin naqd pulda, chek olmasdan yoki tizimga ulanmagan joyda xarid qilinsa, cashback tushmasligi mumkin. Ma'no shu joy juda muhim. Asosiy qism 1. Kim nimani bilish kerak, kim xavotir olsin, kim shoshilmasin birinchi guruh. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Agar oilada daromad past bo'lsa, voyaga yetmagan farzandlar ko'p bo'lsa, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, yolg'iz ona yoki yolg'iz ota bo'lsa, yoki oila avvaldan ijtimoiy yordam ro'yxatlarida turgan bo'lsa, bu yangilikni juda jiddiy kuzatish kerak. Chunki 1 million so'mgacha to'lov aynan shunday oilalar uchun sezilarli yordam bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling. Bir oilada ota vaqtincha ishsiz, ona uyda kichik farzand bilan 2 bola maktabda o'qiydi. Oylik kirim 2 million so'm atrofida bo'lsa, kommunal to'lov, oziq-ovqat, maktab xarajatlari va transportga pul yetmay qoladi. Bunday oilaga 1 million yoki 20 million so'm bir martalik yoki davriy yordam bo'lsa, bu bir oy davomida eng zarur xarajatlarni yopishga yordam beradi. Ikkinchi guruh haydovchilar, ayniqsa avtomobil orqali daromad topadiganlar. Taksichilar, yetkazib beruvchilar, kichik yuk tashuvchilar, bozorda savdo qiladigan va mahsulotni mashinada olib keladiganlar yo'qligi narxiga juda bog'liq. Masalan, bir taksichi kuniga 1000 ming so'mlik yo'qligi qo'yadi. Agar cashback 5% bo'lsa, u kuniga 5000 so'm, oyiga 1000 ming so'm atrofida qaytarib olishi mumkin. Agar 10% bo'lsa, oyiga 300 ming so'mgacha tejash ehtimoli bor. Bu kichik puldek ko'rinishi mumkin. Lekin bir oyda telefon, internet, bolaga daftar, qalam yoki kommunal to'lovning bir qismini yopadi. Muhimi, haydovchi bu imkoniyatdan foydalanish uchun to'lovni qanday qilish kerakligini bilishi shart. 3-guruh qishloq joylarda yashovchilar. Qishloqda yo'qligi faqat avtomobil uchun emas, ba'zan qishloq xo'jaligi texnikasi, suv chiqarish, mahsulot tashish, bozorga borish, bolalarni tuman markaziga olib borish uchun ham zarur. Agar cashback faqat ayrim yo'qligi turlari yoki faqat ayrim toifadagi transport egalariga berilsa, qishloq aholisi shartlarini aniq bilish kerak. Masalan, fermer yoki dehqon xo'jaligi egasi dizel yo'qligisi ishlatsa, lekin cashback faqat benzin xaridiga tegishli bo'lsa,
u noto'g'ri kutish bilan vaqt yo'qotadi. Aksincha, agar dizel ham qamrab olinsa, u xarajatlarni hujjatlashtirib borish kerak. 4-guruh oddiy ishga qatnovchilar. Toshkent, Samarqand, Farg'ona, Andijon, Namangan kabi shaharlarda odamlar ishga borish uchun ko'p pul sarflaydi. Kimdir avtobusda yuradi, kimdir shaxsiy mashinada, kimdir yo'nalishli taksida. Yo'qligi qimmatlashsa, yo'l haqi ham bosqichma-bosqich oshishi mumkin. Agar cashback faqat avtomobil egasiga berilsa, yo'lovchi bevosita foyda olmaydi. Lekin haydovchi xarajati kamaygan bo'lsa, narxlarning keskin oshib ketishini jilovlashga yordam berishi mumkin. Agar qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar transport xarajati yuqori oilalarga ham taalluqli bo'lsa, unda oddiy ishchilar ham ariza berish imkoniyatini tekshirishi kerak. Birinchi misol. Oilaning jami daromadi 3 million so'm. Uyda 5 kishi yashaydi. Ota 2 million so'm topadi. Ona hozircha ishlamaydi. 3 farzand bor. Oilaning har oy oziq-ovqatga 2 million, kommunalga 400 ming, transportga 300 ming, maktab xarajatlariga 200 ming so'm ketadi. Bu oilada kutilmagan tibbiy xarajat chiqsa, qarz olishga majbur bo'ladi. Agar ular 20 million so'mgacha to'lov olish huquqiga ega bo'lsa, bu pul bir oy ichida qarzga botib qolmaslik uchun yordam beradi. Lekin ular ro'yxatga kiritilmagan bo'lsa, mahallaga murojaat qilishi, daromad va oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlarini yangilashi kerak. Ikkinchi misol. Taksichi bir oyda 3 million so'mlik yo'qlik ishlatadi. Agar cashback 7% bo'lsa, 2,10 ming so'm qaytadi. Bu pul mashina moyi almashtirish, g'ildirak ta'miri yoki kredit to'lovining kichik qismini yopishi mumkin. Lekin u yo'qligini naqd pulga chek olmasdan qo'ysa, tizim xaridni tanimasligi mumkin. Demak, u kartadan to'lashi, chekni saqlashi ilovada operatsiyani tekshirish kerak. Uchinchi misol. Bir oila shaxsiy avtomobilda farzandini har kuni maktabga va to'garakka olib boradi. Oyiga 70 ming so'm yo'qligi sarflaydi. Cashback 5% bo'lsa, 35 ming so'm qaytadi. Bu juda katta emas, lekin yiliga 20 ming so'm bo'ladi. Agar oilada boshqa yordam olish huquqi ham bo'lsa, masalan, bolalar nafaqasi yoki ijtimoiy kompensatsiya, umumiy yengillik sezilarli bo'ladi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Chunki odamlar ko'pincha yangilikni eshitadi, lekin shartlarni oxirigacha o'qimaydi. Birinchi nozik jihat 20 million so'mgacha degani. Hamma 20 million oladi degani emas. Bu maksimal chegara bo'lishi mumkin. Kimdir 30 ming olishi, kimdir 70 ming olishi, kimdir 5 millionga yaqin olishi mumkin. Miqdor oila daromadi, ijtimoiy holat, farzandlar soni, hudud, mavjud nafaqalar va boshqa mezonlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim 1 million oldi, men nega olmadim deb xulosa qilishdan oldin shartlarni tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, ro'yxatlar yangilanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, sizning oilangizda yaqinda farzand tug'ildi, kimdir ishdan chiqdi, kimdir nogironlik guruhi oldi yoki yashash manzili o'zgardi. Agar bu ma'lumotlar tizimda aks etmagan bo'lsa, yordam hisoblashda sizning real holatingiz ko'rinmay qolishi mumkin. Men doim aytaman, davlat yordami masalasida eng katta muammo ko'pincha pul yo'qligida emas, hujjatdagi ma'lumotlar noto'g'ri yoki eskiligida bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, cashback faqat rasmiy xaridga bog'liq bo'lishi mumkin. Yo'qligini kimdandir kanistrda, tanishdan hujjatsiz yoki chek olmasdan olish foydali ko'ringani bilan cashbackdan mahrum qilishi mumkin. Agar tizim xaridni ko'rmasa, siz men yo'qlig'i oldim deb isbotlashga qiynalasiz. Shu sababli rasmiy ayoqish, elektron to'lov, fiskal chek juda muhim. 4-nozik jihat, karta egasi va avtomobil egasi masalasi. Ayrim dasturlarda cashback karta egasiga tushadi. Ayrimlarda transport vositasi egasi yoki ilovada ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchiga bog'lanadi. Masalan, mashina otaning nomida, yo'qlig'ini o'g'il o'z kartasidan qo'yadi. Agar tizim avtomobil egasiga qarasa, pul tushmasligi mumkin. Yoki aksincha, karta bo'yicha qaytarilsa muammo bo'lmaydi. Shuning uchun rasmiy tartibda aynan kimning nomiga cashback hisoblanishi yozilgan bo'ladi. Shuni ko'rish kerak. 5-nozik jihat, cheklovlar bo'lishi mumkin. Masalan, oyga faqat ma'lum litr yoki ma'lum summa doirasida cashback berilishi ehtimoli bor. Bu nima uchun qilinadi? Chunki tizim suiiste'mol qilinmasligi kerak. Aks holda kimdir o'z nomidan boshqalarga yo'qlig'i qo'yib cashback yig'ishi mumkin. Shuning uchun davlat yoki operator odatda limit qo'yadi. Masalan, oyga 500 ming so'mlik xaridgacha yoki 1 million so'mgacha yoki faqat bir transport vositasi uchun. Aniq limitni rasmiy hujjatdan ko'rish kerak. 6-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak.
Har safar pul to'lovlari haqida yangilik chiqsa, firibgarlar faollashadi. İlk yili 10 million so'm olish uchun mana bu havolaga kiring. Kartangiz raqamini va SMS kodini yuboring. Biz sizni ro'yxatga kiritamiz, oldindan 1000 ming so'm to'lang degan xabarlar paydo bo'lishi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech qachon SMS kodini hech kimga bermang. Karta parolini bermang. Rasmiy sayt yoki davlat xizmatlari portalidan tashqari joyga shaxsiy ma'lumot kiritmang. Davlat yordami uchun oldindan pul to'lang degan talab bo'lsa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. 7-nozik jihat. Eski qarzdorliklar va bank hisoblari. Agar to'lov bank kartasiga tushsa, ayrim hollarda qarzdorlik, aliment, ijro hujjatlari yoki bloklangan hisoblar sababli pulni yechishda muammo bo'lishi mumkin. Ijtimoiy to'lovlarning ayrim turlari ushlab qo'linmasligi kerak bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda bank yoki ijro tizimidagi holatni oldindan tekshirish foydali. Agar kartangiz bloklangan bo'lsa, yangi ijtimoiy karta yoki mos hisob ochish zarur bo'lishi mumkin. 8-nozik shart, ro'yxatdan o'tish muddati. Har qanday dasturda muddat bo'ladi. Kimdir keyinroq qilaman deydi. Keyin esa ariza qabul qilish yopiladi yoki to'lov keyingi o'yga qoladi. Ayniqsa mahalla orqali tekshiruv kerak bo'lsa, vaqt ketadi. Shu sababli yangilik chiqqan kuniyoq vahima qilish shart emas, lekin 1 hafta. 2 hafta kutib yurish ham to'g'ri emas. Birinchi qadam, rasmiy mahkemani tekshiring. Prezident matbuot xizmati, hukumat qarorlari e'lon qilinadigan rasmiy portal, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, soliq qo'mitasi, davlat xizmatlari portali yoki banklarning rasmiy sahifalarini ko'ring. Telegramdagi noma'lum kanallar, skrinshotlar va tanishim aytdi degan gaplar asosida qaror qabul qilmang. Ikkinchi qadam, oilaviy ma'lumotlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, yashash manzili, daromad bo'yicha ma'lumot, nogironlik hujjati, ishsizlik holati, aliment yoki boshqa ijtimoiy holatga oid hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Hamma hujjatni darhol topshirish talab qilinmasligi mumkin, lekin kerak bo'lib qolsa, vaqt yo'qotmaysiz. 3-qadam. Mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Agar siz o'zingizni yordam olishga haqli deb hisoblasangiz, meni ro'yxatga kiriting deb umumiy gap bilan cheklanib qolmang. Aniq yozing, oilam daromadi shuncha. Oila a'zolari soni shuncha, farzandlarim bor. Ish holatim mana bunday. Yangi e'lon qilingan to'lov bo'yicha huquqimni tekshirishingizni so'rayman. Arizani yozma shaklida topshirish yaxshi, chunki og'zaki murojaat unutilib ketishi mumkin. 4-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta faolmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Bank ilovasiga kira olasizmi? Karta egasi sizmisiz? Hisob bloklanmaganmi? Agar ijtimoiy to'lovlar alohida karta orqali berilsa, bankdan yoki davlat xizmatlari markazdan tartibini so'rang. Agar karta yo'q bo'lsa, oldindan ochib qo'yish foydali bo'ladi. 5-qadam, yoqilg'i keshbeki uchun to'lov odatingizni o'zgartiring. Naqd pul bilan emas, imkon qadar karta yoki rasmiy elektron to'lov orqali xarid qiling. Har bir yoqilg'i quyishda chek oling. Chekni kamida keshbek tushguncha saqlang. Bank ilovasida operatsiya nomi to'g'ri chiqqanini tekshiring. Agar maxsus ilovada ro'yxatdan o'tish talab qilinsa, faqat rasmiy ilovani yuklab oling. Noma'lum havola orqali APK fayl o'rnatmang. 6-qadam, limitlarni hisoblang. Agar oyiga qancha yoqilg'i ishlatishingizni bilmasangiz, bir oy daftar yuriting. Qaysi kuni qancha qudingiz, qancha pul ketdi, keshbek tushdimi yoki yo'qmi? Shunda dastur sizga haqiqatan foyda beryaptimi? Qaysi oyoqda keshbek ishlayapti? Qaysi to'lov usuli qulay ekanini bilib olasiz. 7-qadam, rad javobi bo'lsa, jim qolmang. Agar siz ariza topshirdingiz va rad javobi oldingiz, sababini yozma ravishda so'rang. Tizim chiqarma degan umumiy javob yetarli emas. Qaysi mezon bo'yicha rad etildi? Daromad yuqorimi? Hujjat yetishmayaptimi? Manzil mos emasmi? Ro'yxatda yo'qmisiz? Sababni bilsangiz, xatoni tuzatishingiz mumkin. Masalan, daromad noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, ish joyidan ma'lumotnoma olib kelasiz. Oila tarkibi noto'g'ri bo'lsa, FHDYO yoki migratsiya ma'lumotlarini yangilaysiz. 8-qadam, keshbek tushmasa, darhol xulosa chiqarmang. Ba'zan keshbek bir necha daqiqada emas, bir necha kun ichida tushadi. Lekin 5-7 ish kuni o'tsa ham tushmasa, chek. Bank operatsiyasi va xarid joyi bilan bank yoki dastur operatoriga murojaat qiling. Men falon sanada, falon ayoqishda, falon summaga yo'qilg'i oldim, keshbek hisoblanmadi deb aniq yozing. Qanchalik aniq yozsangiz, javob olish shunchalik oson bo'ladi. 9-qadam, oilangizdagi katta yoshdagilarga tushuntiring. Ota-onalarimiz, buvilarimiz ko'pincha firibgarlar tuzog'iga tezroq tushib qoladi.
ularga ayting, SMS kod bermang. Karta raqamini begonalarga yubormang. Pul tushirib beramiz deganlarga ishonmang. Faqat mahalla bank, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy sayt orqali ish qiling. 10-qadam xabarlarni kuzatib boring, lekin vahimaga tushmang. Har bir e'lon qilingan tashabbus bo'yicha keyin nizom, tartib, ilova, limit va muddatlar chiqadi. Eng to'g'ri qaror shoshmasdan, ammo e'tiborsiz ham qoldirmasdan harakat qilishdir. Bugun ma'lumotni bilib oling, ertaga hujjatlaringizni tayyorlang, keyin rasmiy tartib ochilganda ariza topshiring. Demak, asosiy xulosa shuki, 20 million so'mgacha to'lov va yo'qilg'i keshbeki aholiga real yordam berishi mumkin, lekin hamma narsa shartlar, ro'yxat, hujjatlar va to'lov tartibiga bog'liq. Eng katta xato hamma oladi deb o'ylash yoki aksincha baribir menga tegmaydi deb umuman tekshirmaslik. Men sizga tavsiya qilaman. Rasmiy manbani tekshiring, hujjatlaringizni tayyorlang. Mahallaga yoki tegishli idoraga aniq savol bilan murojaat qiling. Yo'qilg'i xaridida esa chek va elektron to'lovni odat qiling. Agar sizning oilangizda daromad past bo'lsa, farzandlar ko'p bo'lsa, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa yoki transport xarajati juda yuqori bo'lsa, bu yangilikni albatta kuzating. Agar siz haydovchi bo'lsangiz, keshbek shartlarini o'rganing. Chunki o'yga kichik ko'ringan qaytim yil davomida sezilarli summaga aylanadi. Siz nima deb o'ylaysiz? 1 million so'mgacha to'lov va yo'qlik keshbeki aholiga haqiqatan yordam beradimi? Yoki tartibni yanada soddalashtirish kerakmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikka pulini, vaqtini va asabini tejashga yordam berishi mumkin.